Bugun biz birinchi darsimiz uchun demak fors alifbosining birinchi harfi bo'lmish alif harfini o'tamiz sizlar bilan. Alif harfimiz demak bu munfasil harf hisoblanadi. Ya'ni munfasil o'sha o'zidan keyingi harfga qo'l bermaydigan. Hamda bu arab alifbosi doirasida qamariy harf hisoblanadi. Bu alif harfi demak so'z boshida, so'z o'rtasi, oxiri va alohida shakllarda qanday yozilishini ko'rib o'tamiz. So'z boshida demak alif harfini yozar ekanmiz. Mana bunday satr chizig'ini hisobga olishimiz kerak. Satr chizig'i nima degani deydigan bo'lsak, satr chizig'i bu mana shu so'z boshi degan S, B harflarini yozdikmi? Lotin yozuvida. Mana shu qora chiziqning ustida yozyapmiz. Qora chiziq satr chizig'i hisoblanadi. Demak, satr chizig'idan boshlab ikki katak tepada yoziladi. Mana shungacha chap tomonga biroz 80 gradusda qiya holatda yoziladi. Bu yozayotganimiz demak nasx yozuvi, nasx uslubi deb aytiladi. Mana oddiygina tepadan pastga tushirdik. Bo'ldi. Endi so'z o'rtasida shunday kelishi mumkinki, agar qaysidir harfdan keyin keladigan bo'lsa, o'sha harfga shunday ulanib ketadi. Mana bu yerda satr chizig'imiz bor edi. Tepasidagi harfga ulanib ketmasligi uchun bu joydan yozamiz. Dedik, taxminan mana bunday harf bor va o'sha harfga alif qo'shildi. Mana shu uslubda qo'shiladi. Agar mana buni harf deb tasavvur qiladigan bo'lsak, hozircha keyingi harflarni o'tmaganimiz tufayli biz keyingi bu yerga harf yozmaymiz, shunchaki shakl yozyapmiz. Xo'p, demak, mana shu joydan boshlab bu alif harfi hisoblanadi. Mana. Xo'p, so'z o'rtasida. Lekin mana so'z o'rtasida o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Bo'ldi, shuni yozdikmi? O'zidan keyin agar davomida yana harf bo'lsa, bu yerga qo'shilmaydi. Xo'p, ulanmasdan shu joyda to'xtatamiz, davom etamiz. So'z o'rtasida ham bu shaklda kelishi mumkin. Qachonki ikki ko'rinishli harflardan keyin kelsa. Xo'p, davom etamiz. So'z oxiridagi shakli. So'z oxiridagi shaklida ham bularda demak shu so'z o'rtasidagi shaklidan foydalanamiz. Yana shu misolni yozamiz mana. Mana xuddi shu shakldan foydalanamiz. Demak, bu qismimiz alif harfi mana o'zidan oldingi harfga qo'shilib kelgan holati. Agar demak qaysidir ikki ko'rinishli harflardan keyin kelsa, demak alifning ushbu alohida shaklini ishlatamiz. Alohida shakli mana shu alifbodagi ko'rinishi yoki so'z oxirida o'sha o'zidan oldingi harfga ulanmasdan kelayotgan holati hisoblanadi. Satr chizig'i bo'ladigan bo'lsa, bu satr chizig'idan tepada shuni yozamiz. Alifboda ba'zida bu ko'rinishda, ba'zida esa mana bu ko'rinishda keladi. Arab tili o'qiganlar diqqatiga, sizlar ko'p adashtirib yuborishinglar mumkin. Alifni a deb o'qishinglar mumkin. Yo'q, bu joyda demak fors alifbosida, fors tilida alif o deb o'qiladi. Mana so'z o'rtasida va oxirida mutlaqo hech qanday belgisiz o deb o'qiladi. Lekin so'z boshida alif harfi mana shu qizil rangda yozgan belgimizni qabul qilganida biz buni o deb o'qiymiz. Mana bu belgining nomi mad belgisi deyiladi. So'z o'rtasida yoki oxirida belgisiz holatda keladi va o deb o'qiladi. Demak, mana so'z boshida esa quyidagi belgilarni olganda biz boshqacha holatlarda o'qiymiz. Demak, agar so'z boshida, uning ustida bu belgi bo'ladigan bo'lsa, bu belgining nomi zabar va zabar belgisi bilan birgalikda biz buni
a deb o'qiymiz. So'z boshida uning ostida ushbu belgi keladigan bo'lsa, bu belgining nomi zir va buni biz deb o'qiymiz. Keyingisi biz uning ustida sal oldiroqda mana shu belgini qo'yadigan bo'lsak, bu belgi pish deb aytiladi. Pish belgisi esa o tovushini ifodalaydi. Demak, mana shu belgilar yordamida bu 3 qisqa unlikni ifodalab kelishimiz mumkin bo'ladi. Bugungi harfimiz va darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha